sifati zo'r bo'lsin, puli arzon bo'lsin deb kutib yurgan akalarimizga xudo xolasa mana zo'rlari yetib keldi. Bittadan like bosib qo'yasiz, so'rovlarga obuna bo'ling. Qo'ylarda arzoni shu kanaldagilar o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Jamshidbek arzon ukamizning mingga qo'shilmalarida. Narxi juda ham arzon bo'ldi. Videoni tarqatavering. Kanalga obuna bo'lib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirib qo'yasiz. Jamshidbek, bularni bugun obunachilarimizga bonus qilaman dedingiz. Hech puldan qilib ham xudo xolasa. 4 million so'mdan ketdi aka, 29 tasi. Gap bo'lishi mumkin. Dastlabkasi Samarqandga. Bir kam 30 ta akalar, 28 ta qo'chqor, bir dona g'oyisi bor ekan. Yosh oyligi 8 oylik, bo'ylari 75 kiloga olasiz. Telefon qilsangiz yana bir qator o'lchab ko'rsatib berishadi qo'ydi holatini. Zo'r narx bo'ldi. Tavsiya qilaman. Hammasini bir joyga. Dastlabkigacha bo'ladi? Dastlabki Samarqandgacha. Ketdi akalar. Zo'r bo'ldi. Bundan boshqa partiyalar ham bor. Taroziga sotadigan telefon qilsangiz ma'lumotini berishadi. Yil 12 qo'y bo'ladi. Hafta kun tezroq aytmadim. Aloqaga chiqing, bitta olsangiz ham ishingiz bitadi. Zo'r bo'ldi.